ana Ulug'bek aka kelyaptilar-yu. O'zi ham to'y qilganlarda 4 o'g'illarga ayamasdan to'y yana qilgan edi. Ana endi men bitta o'g'limni uylantirib olmay hozir baquvvat qilib otib ketsalar kerak o'zi. Obo, o'qimaganmilar deyman? Yaramas. Bilmaganlik qolib turibdilar o'zlari. Yaşayla. Zor çaplı işte. Bir minutga qarab o'ray bo'ga. Ha, bemalol nima gap bo'ga? Qani. Ammo qora futbolkali turibdi-ku. Ha. O'sha bir narsa qilib yo'qqa beringlar. Yo'qqa qo'yinglar, shuni bir narsa qilib ketsin shu yerdan. Bo'ldi, yo'qotib yuboramiz. Lekin 200 ming qo'shib bersangiz, yo'qotib yuboramiz aka. Namuncha, yana shuni jo'natib yuborishgan 200 mingmi? Mayli, 100 ming bera qoling, jo'natib yuboramiz. Bundan bir aniq qilish iloji yo'q. Ha, yo'q. Hop, shuni yo'qotib berasiz. Ha, bo'ldi aka. Bo'ldi, shuni yo'qotib yuboringlar, faqat men aytganimni bilmasin, xo'p? Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Ha, yaxshi o'tirsizlarmi? Ani qora futbolkali odamni yo'q qilish kerak. 100 ming puli bor. Bo'ldi. Yo'q qilamiz. Yo'q qilishga qora futbolkani. Ha. Turinglar bolalar, tur. Qanchalik turinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Ulug'bek aka. Voy, Ulug'bek aka. Qaq ketyapsiz. Nima, bu narsa yoqmadimi? Bakıya açık gelmedi. Ha?